Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga eng qiziqarli bo'lgan va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta videolarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Demak, biz videoni boshladik. O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionati uchun yakuniy tarkibi ma'lum. O'zbekiston milliy terma jamoasining AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida o'tadigan jahon chempionati uchun yakuniy qaydnomasi e'lon qilindi. Fabio Cannavaro tarkibga 30 nafar futbolchini jalb qilgan. 26 nafar futbolchi asosiy qaydnomada, 4 futbolchi favqulodda vaziyatlar, jarohatlar yuzaga kelganda uchun. Darvozabonlar: Utkir Yusupov, Navbahor; Botirali Ergashev, Neftchi; Abduvohid Ne'matov, Nasaf. Himoyachilar: Avazbek Olmasaliyev, Okamaka; Jahongir O'rozov, Dinamo; Rustam Ashurmatov, Istiqlol, Eron; Umar Eshmurodov, Nasaf; Abduqodir Husanov, Manchester City, Angliya; Abdulla Abdullayev, Dibba, BAE; Farruh Sayfiyev, Neftchi; Xo'jakbar Alijonov, Paxtakor; Sherzod Nasrullayev, Paxtakor; Behruz Karimov, Surxon. Yarim himoyachilar: Sherzod Esanov, Buxoro; Odil Hamrobekov, Traktor, Eron; Akmal Mazgavoy, Paxtakor; Otabek Shukurov, Baniyas, BAE; Jamshid Iskandarov, Neftchi; Jasur Jaloliddinov, Sog'diyona; Aziz G'aniyev, Albatayya, BAE; Umarali Rahmonaliyev, Sabah, Ozarbayjon. Hujumchilar: Abbos Fayzullayev, Istanbul Başakşehir, Turkiya; Jaloliddin Masharipov, Istiqlol, Eron; Doston Hamdonov, Paxtakor; Oston Urunov, Persepolis, Eron; Ruslan Jiyanov, Navbahor; Aziz Amonov, Dinamo; Sherzod Temirov, Erbil, Iroq; Igor Sergeyev, Persepolis, Eron; Eldor Shomurodov, Istanbul Başakşehir, Turkiya. Oqbörlar mundialdagi ilk o'yinini 18 iyun tongida 07:00 Kolumbiyaga qarshi o'tkazadi. Keyin Portugaliya 23 iyun 22:00 va Kongo DRga qarshi bahslar rejalashtirilgan. O'zbekiston terma jamoasiga qaysi klubdan eng ko'p futbolchi chaqirildi? O'zbekiston milliy terma jamoasining 2026-yildagi jahon chempionati uchun kengaytirilgan qaydnomasi e'lon qilindi. Ro'yxatdan 30 nafar futbolchi joy olgan. Bosh murabbiy Fabio Cannavaro eng ko'p futbolchilarni Neftchi va Paxtakor klublaridan chaqirdi. Har ikki jamoadan 3 nafar futbolchi terma jamoa ro'yxatidan o'rin olgan. Neftchidan Botirali Ergashev, Farruh Sayfiyev va Jamshid Iskandarov chaqirilgan bo'lsa, Paxtakordan Xo'jakbar Alijonov, Sherzod Nasrullayev va Akmal Mazgavoy ro'yxatga kiritildi. Shuningdek, Istanbul Başakşehir, Istiqlol, Persepolis, Dinamo, Nasaf va Navbahor klublaridan ham 2 nafar futbolchi chaqirildi. Ma'lumot uchun, yakuniy qaydnomadan 26 nafar futbolchi o'rin oladi. Jahon chempionati 11 iyun kuni start oladi.